bitta boyvachchani erkatoy qizi deb o'ylaganman. To'g'risida. Munisaxon, men qanchadan beri taniysiz? Sizni 3 yildan oshdi. Xudo xolasa 3 yil bo'ldi. 3,5 yilcha. Sizga xudo xolasa 3 yil bo'ladi. 2,5 yildan beri taniyapman. 2,5 yildan. Yarim yildir deganda ko'rganman sizni. Sizga kamera 30 sekund vaqt. 30 sekundda meni ko'rsatib berishingiz kerak. Kuchli ayolligingiz, talabchan rahbarligingiz, sevimli ayolligingiz deb bilaman. O'sha xo'jayiningiz uchun. Men to'g'risi sizga juda ham havas qilaman, xarakteringizga ham. Maqtamayapman, to'g'risini aytaman-da. Sizda o'zingizni og'ir bosiqligingiz, o'zingizni hamma joyda o'zingizni anaqa tutasiz-da, nima deydi? Joy-joyida qanaqa tutishingizni o'zingiz bilasiz. Jahlingizni ushlab tura olasiz. Aqlli fikrlaringiz juda ham aqlli, ham samarali. Sizni aytganlaringizni qilsam, sizni nimalaringizga rioya qilsam, yaxshi tomonga o'zgaradi. Psixolog sifatida ham, boshliq sifatida ham, o'zim opam sifatida ham ko'raman. Siz samimiy, Maqtab bering demadi, ko'rsatib bering dedi. Mana samimiy insonligingizni bilaman. Siz yaxshi rahbar, yaxshi do'st, yaxshi sirdosh, gap eshita oladigan inson. Uni aytasiz, gapni eshita olishi kerak, eshita bilishi kerak, shunaqa eshita biladigan. Qanaqadir kunimda yoki bir mashaqqat nimadirga tushib qolgan paytimda qo'llab-quvvatlagan desam ham bo'ladi. To'g'ri yo'l ko'rsatgan desam ham bo'ladi. hozirgi vaqtda ayol kishiga 40 hunar ham oz degan narsa hozir ayol kishilarga to'g'ri kelyapti-da. Ana o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Qo'lingizdan kelgancha hammaga yordam berishga harakat qilasiz. Har doim hammani eshitasiz. Qo'llab-quvvatlaysiz. Qilaman degan ishingizni qilasiz. Insonlar sizga yomonlik qilganda ham siz o'sha insonlarning yaxshi tarafini ko'p ko'rganingizni, sizga noto'g'ri qilgan insonlarni to'g'ri yo'lga boshlaganingizni, ketishib ketmaganingizni ko'rganman shu 8 yil mobaynida. Haqiqiy do'st, haqiqiy rafiqa, ayol sifatida men sizni bemalol ayta olaman, sadoqatli, ko'nglingiz tozaligi, siz kamnavo insonlar qatoriga kirasiz deb bilaman men. Bunaqa insonlar kam, men sizni shu qatoriga kirgizaman. Yo'q, maqtab bering. Men sizni maqtamayapman, men haqiqatga kiraman. Men sizni ko'rganlarimni, hayotim davomida kuzatganlarim, kerak bo'lsa sizga yomonlik qilganlar, men hozir esa eslolmaysiz. Lekin men bilaman. 8 yillik narsa, oldingi narsalarni men bilaman. Sizni birinchi o'sha ko'rganimda, to'g'risi birinchi o'ylagan narsam shunaqa bo'lgan. Bitta boyvachchani erkatoy qizi deb o'ylaganman. To'g'risida, keyin mana sizni ko'rib qanaqadir mehrim tushishni boshlagan, ko'zlaringizdan, keyin kiyimasiz bilan yaxshi yaqin bo'lganingizni, siz yaxshi insonligingizni, juda ham bir hamma narsaga o'zingiz mehnatingiz bilan erishishingizni men bilganman-da. Juda ham keyin hurmatim oshirgan, yolg'on gapirmaysiz, birovni aldamaysiz. Aytamanki, kam nima dedi, noyob insonlar qatorida meni fikrim bu. Shahlo deganda har doim kulib yuradigan, o'zi og'ir bosiq, disiplina bo'ladigan, talabchan, harakatchan shunga yarasha, pozitiv energiya ulashuvchi deb hisoblayman. Sizni taniganimdan beri ochiq ko'ngil, insonlarga nisbatan yaxshi ko'z bilan qaraysiz. Men shuni ko'p payqadim. Hammaga qo'lingizdan kelgancha ko'ngliga qarab yordam berishga harakat qilasiz. Tushunasiz insonlarni. Xo'jayin deganda deb qo'ya qoldik. Xo'jayin sifatida ta'riflaydimi yo'qmi? Mana 3,5 yildan beri tanir ekansiz Shahloni. Necha yildan beri misol uchun shu kasbda ishlasam, nechta xo'jayinlarni ko'rganman. Qattiq qo'li ham bo'lgan, yaxshisi ham bo'lgan, mehriboni ham bo'lgan. O'shalarning orasida aytaman, lekin bu maqtash emas. Shu salonga kelganimda, misol uchun oqibat nimaligini bildim. Bir-birovga mehribon, hamkasblarni bildim. Keyin nima deydi? Negizi sizligingizni bildim. Misol uchun siz
boshida hammani qovushtirib, misol uchun jonkuyarligingiz ko'p xo'jayinlar unaqa emas. Yaxshi tadbirkor bilaman. Yaxshi rafiqa. Biz ko'rganim, endi ko'rganimni aytaman, siz tarafdan o'zim uchun ko'rganlarimni, o'rgangan taraflarim bor sizdan, ancha narsani. Yaxshi yo'lga o'tgan tarafim bor siz bilan birga. Rahmat, mana 8 yildan beri tanisizmi? Qarab turish, Shahlo opam shu jihatlar o'zgarsa, yana yaxshiroq bo'lgan bo'lardilar degan joyi bormi? Yo'q, menda bo'lmagan. Men sizni kam joyingizni ko'ra olmaganman. Men ko'rganman, odamlarga yaxshilik qilganingizni, to'g'ri tushunishingizni, birovlarni sizga xato qilgan joyda ham o'sha odamdan kechmagansiz-da. Ularni Masalan, o'zimni ko'zim bilan qaraganda havasim keladi. Sizga o'xshashni xohlagan bo'lardim. Olishim kerak bo'lgan, motivatsiya olishim kerak bo'lgan xislatlaringiz bor, lekin o'zgartirish kerak degan narsa yo'q. Bu maqtov ham emas. Bu prosta ichimlik anaqa gaplar.